Labdan beri syomkadamiz. Itday charchaganmiz. Uni ustiga iftorlikka ham kech qolyapmiz va Ali aka sariq bolani ko'rsatib qoldi. Og'iz ochishga 5 minut qoldi deb potirab kirib ketdi. Ali akalar yurishini qaranglar. Akalar do'konnosi shunaqa payt jentelmenligi tutib qoladi. Hazil bilan do'stlar, Sarabola pizzada Ramazon aksiyasi boshlangan va bu yerda 3 xil setni skidka narxlarda olsanglar bo'ladi. Anis opanglar tekin bo'lsa temir yut degandek hamma narsani olib, qo'lidan tortib joyiga qo'yib qo'ydi. Xuddi men doljinday bu qizga. Doljin sizda doljin. Sariq bola pizzani Andijonda 2 ta filiali bo'lib, iftor paytida joylar bo'ladi. Farzandlar uchun ham detskiy plashotkalarimiz mavjud. Katta ho'kizdek bo'lib opanglarni qilayotgan ishlar. Ana. Xush kelibsizlar. Sariq bola pizzada o'rtoqlar 119 ming so'm, 135 ming so'm va 185 ming so'mlik setlari mavjud. Biz 2 kishi bo'lganimiz uchun 135 ming so'mlik setini tanladik. Biz gapirgunimizgacha iftor mahallam bo'lib qopti. Xurmolar bilan ro'zamizni ochdik. Sariq bola pizzadan pishloqli ranch pizzasini yemabsizlar, bu dunyoga kelmabsizlar. Pepperoni pizzasi ham chakkimas ekan, sochni tayyorlashar ekan. Men ham deb qo'yay. Har shanba yakshanba kunlari Sariq bola pizzani ikkala filialida ham animatsiya shou bo'lib o'tadi va bu shouda barcha multi qahramonlar ishtirok etadi. Kim men bilan pizza pishirmoqchi bo'lsa, har shanba yakshanba Sariq bolada soat 7 da master klass bo'lib o'tadi. Barchalarni Sariq bola pizzada kutib qolamiz. Bye.